Odamzodning eng katta xatosi bu mana bunaqangi gaplardan biri. Qandoq bo'lsam shundoqligimcha qabul qil. Bu degani odam o'zgarishlarga tayyor emas. Bu degani odam o'zini ustidan ishlashga tayyor emas. Biz o'lgunimizcha o'zimizni ustimizdan ishlashimiz kerak. O'zimizni eng yaxshi versiyamizga yetib borgunimizcha qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt ishlatishimiz kerak. 40 dan keyin "Всё, mani bitta oyog'im go'rda, men o'zgarishlarga tayyor emasman, meni o'zgartira olmaysan" deydigan gaplar bu yalqovlarning gaplari. Biz shunaqa yashashimiz kerak. Agar birorta xislatimiz yaqin insonlarimizga ozor berayotgan bo'lsa, uni albatta o'zgartirishimiz kerak. Bunaqangi paytlarda qandoq bo'lsam shundoqligimcha qabul qil deyish to'g'ri bo'lmaydi. Bunaqangi gaplarni gapirish bu men rivojlanishdan to'xtadim degani. Birovlarning ko'nglini og'ritishadi-da, keyin qandoq bo'lsam shundoqligimcha qabul qil deyishadi. Yo'q, hech kim obязан emas sizlarni qandoq bo'lsanglar shundoqliginglarcha qabul qilishga. O'zingizlardan taqvodorlarni yasashdan oldin elementarniy bazaviy narsalarni bajarib qo'yinglar. Kichkinagina narsalardan boshlanglar oldin, keyin og'zinglarni ko'pirtirib taqvo haqida gapiringlar. Men qandoq bo'lsam shundoqligimcha qabul qil degani bu farosati yo'q, o'zini ustidan o'zi ishlay olmaydigan yalqovlarning gaplari. Hayot постоянно rivojlanishdan iborat. Qachonki sizlar rivojlanishdan to'xtadinglar, o'sha farosatsizlarni ro'yxatiga o'zinglarni kiritib qo'ygan bo'lasizlar. Orqada qolib ketaverasizlar. Hamma odamlar rivojlanib, o'zidan yaxshiroq odamni yaratgan paytida sizlar bo'lsanglar o'zgara olmayman deb orqada qolib ketaverasizlar.